Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Pixeluz. Bugungi videoda mana ekranlarda ko'rib turgan hamma O'zbekiston YouTuberlariga kren savollarini berib ko'ramiz. Kanalimiz ham ketdi videoga. Aynan video boshlamasdan oldin kanalga obuna bo'ling, like obuna bosishni unutmang. Kanalimiz ham ketdi bizlar videoga. Birinchi YouTuberimiz bu Prinses Sopa. Assalomu alaykum Prinses Sopa deb yozdim. Assalomu ha dedi. Keyin esa men siz yo'lda ketayotganingizda bitta bola mermi qilsa nima qilardingiz deb yozdim. U bola tanishimmi, kim deb yozdi. Derdim. Keyin конечно ota-onam aytgani bo'lardi, baribir deb yozdi. To'xtang. Hozirgacha siz like bilan obunani bosmasdan kuzatib o'tiribsiz. Shuningdek, men shu oy oxirigacha 4000 ta bo'lishim kerak. 4000 taga oz qoldi. Shuningdek, kanalga obuna bo'ling, like obunani bosishni unutmang. Videoga maroqli tomosha. Ikkinchi YouTuberimiz bu Shoha Play. Assalomu alaykum Shoha aka. Sizni YouTube kanalingizga chopsam nima qilar edingiz deb yozdim. Assalomu alaykum. Sizni otib o'ldirib ketar edim deb yozdi. Nimaga aynan o'ldirib ketar edingiz deb yozsam, nima qilib ketib bo'lmasam deb yozdilar. Uchinchi YouTuberimiz Soyk Uz bo'ladi. Assalomu alaykum Soyk aka. Sizga Mr. Beast yozsa, sizga $1 million beramiz desa, siz kimga berardingiz? deb yozdim. U esa o'ylantiradigan savol, $900,000 ni ota-onamga beraman, $100,000 magazin ochardim. Shu joyda video yoqayotgan bo'lsa, kommentariyaga yoqdi deb yozinglar. Endi biz 4-YouTuberga ham yetib keldik. U ham bo'lsa Vince Minecraft bo'ladi. Assalomu alaykum Vince aka. Sizga tegishli bo'lgan va eng qimmat narsangizni o'g'irlab ketsa, nima qilgan bo'lardingiz deb yozdim. Va u "Xo'p" deb yozdi. Topsam sudga berardim, topmasam majbur kechirardim deb yozdilar. Eng oxirida dalba yopmisiz? Ya'ni menga tegishli stikerni yubordilar. Videoni ham nihoyasiga yetkazish vaqti keldi. Shuningdek, bolalar, bu videoni montajlashga menga 5 soatdan yoki 4 soatdan ko'proq vaqt ketdi. Menga obuna bo'ling, like obunani bosishni unutmang. Xayr do'stlar, sizlar bilan bo'lganman Pixeluz. Xayr do'stlar.